Assalomu alaykum, hurmatli elektromobil ishqibozlari. Hyundai Ioniq. Shu Hyundai Ioniqni sotilar ekan. Biz sotamiz, egasi topshirib ketdi. Hyundai Ioniq 2017 52 ming yurgan. Probegi bor. Balonlar ichiga 16, 205 ga 60-16. Hop. Kraskasi yo'q, hozir Andijondan kelib tashlab ketishdi. Hozir mashina bozorda. Mashina Sergeli mashina bozorida turibdi. Elektrik kelib ko'rishinglar mumkin. Ko'rinishi yaxshi. Zapas xoti 270 edi, hozir 200 yuryapti deyilyapti. Hozirgi holatda 200 yuryapti. Hyundai Ioniq. Kalitini olib ketishganlik sababli sizlarga shunday holatda ko'rsatib beraman. Hyundai Ioniq ko'rgan bo'lsanglar, ko'pchilik bu mashinani biladi. ABS bu yerda slipaj zonani aytar ekan. Hop, mana bu yerda mana slipaj zonani aytib turadigan datchigi bor ekan bunda. Mana kamerasi monosi bor ekan, mana datchigi bor ekan. Slipaj zonani aytib turadigan. Shunday markasi qa bo'lishi kerak bu. Serining nomerlari. Ko'ring. Orqalari. Подлокотник. Bu yerda mashinasi bor ekan. Slipaj zonani aytib bergan datchigi. Xullas toza, kraskasi yo'q, yaxshi mashina deb topshirib ketdi. Kalitni lekin o'zlari olib ketishdi. Shanba kuni kelamiz, ungacha klientni maqsiz sotsangiz, telefon qilsangiz kelamiz deyishdi. Xullas bu mashinaning narxi 22 ming. Kami bor, baraka qilamiz. Kelinglar, Sergeli mashina bozorida bo'lamiz. Telefon qilib so'rasanglar ham bo'ladi. Hyundai Ioniq.